Assalomu alaykum birodarlar. Juda ham ko'pchilik kiloli kiyimlar so'ragan edi. Men tepa-past o'zimizga tushadigan razmerlardagi kiloli kiyimlar bor. Ayollar uchun tepa-past kiyimlarimiz bor. Narx-navolarni hammasini tortib o'tkazib beramiz. Optimga shu hammasini qishni yozga yig'ishtirib ketaman deganlar uchun boshqacha bo'ladi. Hozir rasprodaja qilib 45 mingdan qilib beramiz. Hozir bitta futbolkalar tortsak, mana buni futbolkamizni bir donasi 7200 ga tushyapti, 8000 ga ham bormayapti. Mana buni tepa-past komplekti, tepa-past komplekt 33 mingdan tushyapti. O'g'il bolalarniki mana bunisi. Ishtoni ichida ustidagi tepa-past komplekt holatdagi narxi 31 mingdan tushyapti. XL razmerdagi. Bunisi ham razmerdagi. Mana bunaqa podroskoy, ya'ni kattalarga emas, kichkinalar qizlarga bo'lgan nima? Futbolkalar 5400 so'mdan. Uzunroq qizlarga, uzunroq kiyaman degan qizlar uchun jenskiy bu ham katta qizlargacha 52 razmeri 6300 so'm. 50-52 razmerga tushadi deyapti. Bizga tushadigan futbolkalar bor. 6300 so'mdan chiqyapti. Bular optim narxi. Kepishga kelib olmoqchi bo'lganlar o'zlarining oilaviy kelib ko'proq olib ketsalar ham bo'ladi. Mana bunaqa zo'r futbolka bor. Hammasi xibi bo'ladi. Eng qizig'i fabrikning ishlari hech qanaqa bir problemasi yo'q. Ikkinchi sort, men har zaman teshiga chiqishi mumkin. Aralash, 1-2 aralash, lekin ularda misol bir dona ham teshigi yo'q hozir mana shu holatida. Ichida bo'lib qolishi mumkin. Bemalol kelib katta velikan razmer kiyaman deganlar bo'lsa, velikan razmerlar ham bor. Ko'ryapsizlar, razmeri juda katta. 5XL ekan. Narxi 10 mingdan 9 ming chiqyapti. 9 mingga endi bunaqa futbolkalar bermaydi. Endi material puli ham emas. Keyin yana oppoq futbolkalar so'ragancha, endi ko'pchilikka oppoq futbolkalar chiqsa bo'ladi. Mana shu. Buni oppog'i. Razmeri XL ekan. XL'dagi 6300 so'm chiqyapti. O'shanaqa oq futbolka pechati bor buni. Pechati yo'g'i ham bor, endi kelib qidirib olaveraman desalar. Mana bular sal kichkinaroq maktabda bitirgan bolalarga, kollejda o'qiyotgan bolalarga tushadi 4,5 mingdan. Keyin tepa-past mana bunaqa tepa-pastlar xohlaganlar uchun tepa-pastlar ham bor. Tepa-past holati. Ichida o'tirlar, bularni ochib ko'rsatdik. Hammasi ko'rsatganimiz bemalol kelib shu narxda chiqadi, mana tepa-past. Xo'p, 7200 so'm. Mashalloh. 7200 so'm mana xuddi shu narsa. Boshqa narsa kiygizib qo'yganimiz yo'q. Bu kattaroq razmeri faqat. Bunga nisbatan kattaroq razmeri, bu kichkina razmeri. Mana shu shortigi bu. Shortigining cho'ntagi ham bor. Shortining cho'ntagi ham bor. Kichkina bo'lgani fabrikning ishlari, ichida bir hali iplar qolib ketgan yo tikilmay qolib ketgan nimadir emas. Hammasi xibi, teshik u taraf ko'rinadi. Toza xibi, O'zbekiston, o'zimizning fabrikning ishlarimiz. Tikilishlarga e'tibor berasizlar. Hammasi shunaqa, как положено, zo'r tikilingan, muammosi yo'q. Razmerga tushadi. Toza fabrikning ishlar. Keyin mana bunaqa bolalarimizni kiyintiraman, chiroyli qolib yuraman deganlar uchun bunaqalardan ham bor. Bu ham katta kichkina razmer bo'ladi. Bularni ham kelib mana shu kilolab olib ketaman deganlar uchun shu narxda qilib beriladi, 45 ming. Ko'tarasiga hammasini olaman deganlar uchun bir tonna chiqib qoladi aka bitta. Undan ko'proq. Undan ko'proq va bir tonnadan ko'proq bor. Hammasini olaman deganlar uchun narxini bundan arzon qilib berishadi. Kelishtirib beramiz. Ha, kelishtirib. Bu mana shu narxda sotaveradi, xudo xolasa mana shu narxda. 45 ming kilosiga qo'yib olsa ham bo'laveradi. O'zi bizdan optimal pulni yig'ishtirib olib ketadigan bo'lsa. Qishin yozning hammasini olib ketish kerak. Uncha qishkilar ham bor. Xo'p, bu mana o'zi pachkada shunaqa ekan. Razmer 100, 110, 122, 116 mana shu holatda 4 ta bo'lyapti hozir. Bunda 5 ta bor. 5 ta bo'ladimi? Bittasi ko'rinmayapti demak. 5 ta bo'lar ekan. 10 ming. 2 mingdan tushyapti hozir. 2 ming so'mdan tushyapti. Bu futbolkachalar. Bolachalarga kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerini berib yuboramiz aka. 90lik, 854, 854, 72, 97. Kepka so'raganlar uchun pechat urilmagan va xibidan bo'lgan kepkalar bor mana. Ichlari bu taraf ko'rinadi. Shu kepkalarda 7 ming qilib beramiz. Pachkada 50 ta bo'ladi. 50 ta bo'ladi. Aralashtirib olaveradi olmasa. 25 dan 25 dan qilib. Qolaganlar uchun shu kepkalar ham bor. Ya'ni olib borib olib bemalol 10 mingdan sotaverasizlar. Mana hozirgi mana futbolkalar. Bular mana Turkiyaga ko'rsatyapman. Teshigi yo boshqa narsasi yo'q. Lekin beka kelsalar ikkinchi sort deb sotiladi. Birinchi, ikkinchi sort aralashda. So teshigi chiqmay qolmaydi, bu demaymiz. Teshigi bo'lishi mumkin. Mana pachkalar bo'ladi. Mana shu pachka razmerlari har xil bo'ladi. Bir xil razmer bo'lmaydi. Har xil. Masalan, men ekan bular plus XL, M hammasi aralash bo'ladi razmerlarni. Mana shu bitta olaman deganlar uchun eng kamida necha kilo qilsa, dastlabki qilib chiqarib berasiz. Olsa 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 20 kiloga. 20 kilo eng kamida. Mana bu xonadonimizda ham bor. Ishtonchalar bor mana bolachalarga. Ishtonchalar so'raganlar uchun bular ham xibi. Qizlarga shekilli bu, yo kattaroq bolachalarga. Qizchalar, o'g'il bolachalar kiyaveradi. Kiyaveradi. Futbolkalarga yangi uzun so'raganlar uchun. Shortichalar ham bor, kelib xullas mana shu yerda hamma narsa bor. Kilosini o'sha 45 mingdan. O'zlari kelib bemalol terib ketishi ham mumkin. Bemalol. Ha. O'zdan kelib terib ham ketasiz. Qolaganidan olib aralashtirib olib ketsa ham bo'laveradi. Hammasining narxi bir xilda 45 ming. Bu kattalarga tushar ekan. Farqi yo'q. Kattalarga tushar ekan.
O'sha 7-sinf, 8-sinf bolalarchalarga. Ishlasasi yo'q buni. Yopishtirib qo'y. Xullas mana shunaqa. Teshigi bo'lib qolsa bo'lib qoladi. Mana bunaqa shortchalar endi bu. Bular jenskiy shortik. Jenskiy shortchalar ekan. Futbolkachalar, xullas har xil narsa bor. Kimga qiziq bo'lsa, ana shu kelaverasizlar. Xilidan bor xullas. Ishtonchalar deysizlarmi, futbolkalar deysizlarmi, xalat deysizlarmi? Futbolka mana qizlarga uzun so'raganlar uchun ishtonchaning xili bor ekan, mana bu yerda ishtonchalar aralashtirib olib ketaman desang. Yana nima kerak bo'lsa hamma yo'q bor ekan. Mana hali sizlarga ko'rsatganlarimizni mana kam nima pachkadagi holati. Razmeri XL ham bor, L ham bor, M ham bor xullas. Mana bu yerda ham bor. Aralash. Bunisi rasvetkasikilar? Qorasi. Qorasi ekan. Qolagancha mana bolalar hali ichkarida ko'rsatgan bizga tushadigangacha bor ular ichida. Katta kichik komplekt tepapasi 33 mingga to'g'ri keladi. 31 ming. 31 ming katta razmeriga qarab, xullas 35 mingga borib bo'lmayapti, eng kattasi ham. Kimga qiziq bo'lsa, akamizning telefon nomerlariga aloqaga chiqasizlar. Dastlabkilar O'zbekiston bo'ylab, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyagacha kerak bo'lsa, dastlabkiga yetkazib beradi. Ob'yem ko'proq olsalang bo'ldi. Keyin polo, haligi udar futbolkalar so'raydi, qavrroq, lekin hech qachon o'zini yo'qotib qo'ymaydigan chotki futbolkalar ham bor. Shuni bitta totib beramiz aka. Shunaqa futbolka so'raganlar uchun o'zimga ham misol mana shunaqa futbolka juda yoqadi. Chunki bular qalinroq, nisbatan qalin bo'ladi, o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Ranglari, boshqalari o'zini ushlab turadi. 9 mingdan to'g'ri kelyapti. Manikinda ana kigizlingani ham bor ekan, sal boshqacharoq. Ko'ryapsizlar-a? Buni chekkalari, chiziqlari bor. Sal dizayni boshqacha chiqqan. Hammasidan rasvetka qilib, dastlabki qilib jo'natib beriladi. Akamiz telefon nomerlarini aloqaga chiqaverasizlar, kechqurun telefon qilmanglar. Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasida manzil. Lakkasida tashlayverasiz telefon nomerlariga. Albatta. Telefon nomerlari. O'sha nomerimda Telegram bor. Bor, Telegram. Telegramga o'tasizlar, gruppangiz ham bor, ha? Gruppaga ham o'tib olaverasizlar, gruppang ham. Gruppamda narxlar qimmat qo'yilgan, oldingi narxlari. Endi hozir aksiya qo'yganimiz uchun polni o'sha hammasi 45 mingdan. Chunki hammasi mana bularning kilosi 80 mingdan bo'lgan edi. Bular birinchi 80 ming, 110 ming, 80 mingga chiqadi. Endi bularda ham hammasi 45 ming bo'lib ketdi. Bu juda kam emas bu narsalar, bular o'ta ko'p. Mana ayniqsa detiskilar juda ko'p. Mana detiski futbolka shortlar, futbolkalar, rasvetkalari bor. Mana shularning kilosi 75 ming edi. Hozir mana 45 ming qo'yardik. Komplekt holatda mana shu pachkalangan, upakovkalangan. Razmerlari ham har xil bo'ladi. Buniki kattaroq, bunisiniki kichikroq. Qolgan razmerlarni ana qoplab bor. Rasvetkalari bor. Rasvetka, har xil rasvetkalar qopda. Qizil, oq, ko'k, mana yerda yashil mana. Hech qanday desang rasvetkalar bor. Oppoqdan desang oppoqdan. Tayyor pechatlangan, pechatdan urib o'tirmaysizlar, olib sotib soqani qilaman deganlar uchun shu narxlarda. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar o'sha nomerga, lakaslarga tashlab beriladi, kelib olib ketishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.